Abdurrahim Ötkür Efendi. Uyg'ur hozirgi zaman tarixidagi istidatliq yozuvchi, adabiyotshunos, shoir Abdurrahim Ötkür Efendi 1923-yili 15-iyun kuni Qumulda o'tir hol tijoratchi Tilash oilasida dunyoga kelgan. U ota-onasidan kichigidan ayrilib yetim qolgan. Dadisi Tilash begim asli atush tijanlik kishi bo'lib, Hasan bola hojiga o'xshash tijorat ehtiyoji bilan Qumulda muqim yerlashib qolgan edi. U olamdan o'tar chig'ida amdili 4 yoshga kirgan o'g'li Abdurrahimni Qumul mo'tvarlaridan biri bo'lgan do'sti Osman hojiga o'g'illikqa bergan. Osman hojim ko'pni ko'rgan, o'qimishliq, taraqqiyparvar kishi edi. U ömür bo'yi farzand yuzi ko'rmagan bo'lg'ashqa Abdurrahimni intayin arzulab va ko'ngil qo'yib tarbiyalagan. Uni o'zi o'qitib, xat savod chiqargandan keyin 1930-yili uni diniy maktabga bergan. Diniy maktabda darslik qilingan klassik asarlar ichida Sopa Allah Yar degan kitob tilining tushunishlik, ommabop, go'zal, ta'sirlik bo'lishi hamda vaznining jarangliqligi bilan Abdurrahim Ötkürni o'ziga maftun qilib olgan. Shuning uchun u 2000 misradan ortiq she'rdan tuzilgan bu kitobning ko'p qismini to'liq yodlab bo'lgan. 1931-yili Atiyozda Qumuldan boshlanib 1933-yilning oxiri Qashqarda milliy mustaqillik jakarlanishqichi bo'lgan 3 yildak milliy inqilob davrida Qumul viloyati Tungan bandit Majungying tarafidan butunlay xonavayron qilinganlikdan amdila 10 yoshlarga qadam qo'ygan Abdurrahim Ötkürning ta'lim elish vaqti toki 1934-yilgacha kechikib ketgan. 1934-yili yozda Xo'janiyaz hoji bilan Jallod Shingsay Stalin hokimiyatining besimi bilan birlashgandan keyin Abdurrahim Ötkür boshlang'ich maktabda fanniy bilim elishga muyassar bo'lgan va 1936-yili yozda Urumchiga o'qishga avatilib, shu chog'dagi Urumchi 1-gimnaziyada 3 yil o'qigandan keyin 1939-yili yozda atalmış Şinjan Darilfoniga o'qishga kirgan. 1942-yili bu maktabning pedagogika fakultetini a'lo natija bilan bitirgan. Urumchidagi maktab turmushi Abdurrahim Ötkür uchun yangi hayot davri bo'lgan. U o'qish jarayonida Sovet ittifoqida o'qib kelgan Ayub Mansuri qatorliq ba'zi ilg'or o'qituvchilarning ta'sirida kuchlik vatanparvarlik tarbiyasiga ega bo'lgan. U bu mezgilda Temir qanot lochin, Dolqunliq hayot, Tomchiqondan million chechaklar, Chin modan qatorliq she'r, doston va dramalarni atalmış Şinjan geziti, Yangi Nur qatorliq matbuotlarda orqa-orqadan e'lon qilib, Uyg'ur adabiyot sepiga umidlik yosh kuch bo'lib qo'shilgan. 1943-yili bahorda Jallod Shingsay ilgari Sovet ittifoqida o'qib kelgan sanoqsiz Uyg'ur ziyolilarini turma va lagerlarga qamab o'ltirib atgan. Shuning bilan yosh shoir Abdurrahim Ötkürmü bu bo'rondan aman qolmay 1944-yili qo'lga ilinib turmaga tashlangan. U 1945-yilning boshlarida turmadan chiqib, nashriyat o'rinlarida tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan. 1946-yili yoz faslida uning tunji she'rlar to'plami bo'lgan Yurak Mo'nglari Tosh matbaada besilib chiqqan. 1945-yili 11-sentyabrdan boshlab toki 1949-yili 22-dekabrgacha bo'lgan 5 yilga yaqin vaqtda Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi bilan Gomindang ishg'olchi armiyasi Manas daryosi bo'yida tirkishib turgan edi. Bu mezgildagi mustaqillik va o'rligi bo'lgan tashnaligini zodili bosolmagan Abdurrahim Ötkür 1949-yili 1-oyda Ili Suvlari nomli she'rini yezish bilan Milliy armiyaning Manas daryosidan o'tib Urumchini ozod qilishini orzu qilgan edi.
Uning mazkur she'ri hozirgacha hech qanday matbuotda oshkora e'lon qilinmagan bo'lib, Shvetsiyadagi qizining qo'lida saqlanib qolgan qo'lyozmalar ichida saqlanib qolgan edi. Shu yilning boshlari u atalmış o'lkalik hukumatning muavin bosh kotiblik vazifasini o'tashga taklif qilingan. Abdurahim O'tkir yoshlik davrida bir qancha qitim turmaga ilingan bo'lib, tunji qitim 1944-yili 28 mart kuni 21 yosh chig'ida Sovet ittifoqida nashr qilingan asarlarni o'qiganligi, jumladan o'zining ilg'or fikrlik bo'lganligi sababidan Jallat Shingsay turmasiga siyosiy mahbus sifatida qamaladi. U chaqlarda salpal ilg'or fikrlik bo'lib qelishining o'zila siyosiy mahbuslikka to'shib qoladigan shart edi. Demak, u zamonlarda qonun degan yo'q bo'lib, hamma kishining taqdiri bir o'chum jallatlarning qo'lida edi. Jallat Shingsay o'zining ilg'orlik niqobini yirtib tashlab, necha yuz minglagan kishilarni, hatto keyingi kunlarda og'zidan ona sutining puruqi ketmagan o'smir bolalarni siyosiy mahbus qilib turmalarga qamidi. Shu yil kuzda elidagi Sharqiy Turkiston inqilobining yolqinlari ko'tarilganda, Gomindang siyosiy nayrang ishlatib, ommaning ko'zini bo'yash uchun Markaziy Uyg'ur uyushmasining kepilligi bilan bir qancha ziyolilarni turmadan bo'shtadi. Shularning qatorida O'tkir apandimmi bor edi. Lekin turmadan chiqqandan keyinmi nazarband ostida qo'milda yashagan. 1949-yili kuzda O'tkir apandim chegaradan qaytib kelgandan keyin 1950-yili yana bir qitim siyosiy mahbuslar turmasida 6 oy yotgandan keyin siyosiy qonun kadrlar maktabida rejim ostida tarjimonlik qilgan. 1958-yilga kelganda Abdurahim O'tkir apandiga yerlik millatchi siyosiy qalpiqi kiygizilgan. 1959-yildan boshlab u matbuot huquqidan mahrum qilinib, asarlarini e'lon qilish imkoniyatiga ega bo'la olmagan. U 1980-yillardan boshlangan qisqagina bir necha yil ichida yaxshi, kerak bo'lsa, umr haqida muhammas, Bo'g'da anam, men oq bayroq emas, Qashqar kechisi, ulug' ona haqida cho'chak, gul va ozg'on qatorliq she'r, doston va balladalarni e'lon qildirgan. U yana klassik asarlardan Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ubilik va Mahmud Qashqariyning Divonu Lug'ati Turk qatorliqlarning hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilinishida muhim rol o'ynagan edi. O'tkir apandi yana iz O'yg'ongan zimin romanlarini Tarim bo'ylari, Yurak muңlari, Ömür manzillari nomli she'rlar to'plamlarini e'lon qilib, hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotidagi o'rnini to'liq namoyon qilgan edi. Bu harmas qalamkash, istidodli yozuvchi, adabiyotshunos, shoir Abdurahim O'tkir apandi 1995-yili 10-oyning 5-kuni payshanba Urumchida kesal sababi bilan xalqidan ayrildi. O'tkir apandining 70 necha yillik hayotining qiron paytlari, Xitoy zindonlari, emgak lagerlari va har xil shakldagi taqib cheklamalar ostida vayron qilingan bo'lsa-mu, ammo u yanala bir umr arik kuylab, o'z xalqini hurlikka chaqirib, qalam tavritishni asla to'xtatmagan. Shu sababdan O'tkir apandining ta'siri hali ham Uyg'urlar orasida nihoyatda kuchli saqlanib turmoqda.